Vatanga qasamyod, yurt tinchligi va osoyishtaligini himoya qilishdek muqaddas burchni ado etishga bel bog'lagan mard o'g'lonlarning tantanali va'dasi. Shu bilan birga qurolli kuchlar safiga kirgan yosh harbiy xizmatchining hayotidagi unutilmas kun hisoblanadi. Milliy gvardiya saflarida muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan yoshlar ham vatanga qasamyod qabul qilishdi. Hozir shu haqda. Tadbir avvalda harbiy qismlarga tashrif buyurgan muddatli harbiy xizmatchilarning ota-onalari va yaqinlariga askarlar uchun yaratilgan sharoitlar, yashash joylari, oshxona, ma'naviyat xonalari hamda sport shaharchasi tanishtirildi. Shundan so'ng bir vaqtning o'zida Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarda bo'lib o'tgan tadbirlarda yosh askarlar qasamyodda bitilgan muqaddas so'zlarni tilga olib, O'zbekiston xalqiga va prezidentiga sadoqatli bo'lishga, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi talablarini so'zsiz va vijdonan bajarishga, xalq va davlat manfaatlarini himoya qilishga tantanali ravishda va'da berishdi. Vijdonim, o'rnomus va sha'nimni o'rtaga qo'yib, tantanali ravishda qasamyod qilaman. Men bolaligimdan harbiy bo'lishni orzu qilar edim. Joriy yilda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiya vatan oldidagi yigitlik burchini ado etish uchun qabul qilindi. Bizlar o'z navbatida komandirlarimiz tomonidan berilayotgan bilimlarni chuqur o'zlashtirib, kelajakda ular bergan ta'lim-tarbiyani oqlab, yurtimiz tinchligi va osoyishtaligini saqlashdek muqaddas vazifaga munosib hissa qo'shamiz. Tadbirda ishtirok etgan har bir yosh askarga prezident sovg'asi, kitoblar jamlanmasi tantanali ravishda topshirildi. Tadbirda Milliy gvardiya qo'mondoni vatanga qasamyod qilgan barcha yosh askarlarni hamda ularning yaqinlarini samimiy muborakbod etdi. Shuningdek, tantanali tadbirda so'zga chiqqanlar yurtimiz tinchligi va xalqimiz osoyishtaligini ta'minlashdek sharafli va mas'uliyatli vazifalarni o'zining eng oliy burchi deb bilgan mard o'g'lonlarimizga katta ishonch bildirib, muddatli harbiy xizmat davomida ularga omad va ulkan zafarlar tilashdi. Bundan tashqari, Milliy gvardiyaning poytaxtimizdagi boshqa harbiy qismlarda o'tkazilgan tadbirlarda ham yosh muddatli harbiy xizmatchilar vatanga qasamyod qabul qilishdi. Ular harbiy xizmatda ko'nikmaga ega bo'lib, qisqa muddatda o'zlashtirilgan ko'rgazmali qo'l jangi va jangovar chiqishlarni ko'rsatib berishdi. Bir oyda farzandlardagi o'zgarishlarni ko'rgan ota-onalarning qalbida g'urur, faxr va iftixor tuyg'ulari jo'shirdi. Tadbirning badiiy qismida harbiy orkestr ijrosidagi musiqali va faxriy qorovul bo'linmasining saf chiqishlari, harbiy xizmatchilarning qo'l jangi usullari namoyish etildi.